Запрет от союзников. Запрет от союзников. Запрет от союзников. Союзники выбирают. Союзники выбирают. Союзники выбирают. Союзники выбирают. Запрет от союзников. Запрет от союзников. Запрет от союзников. Запрет от союзников. Союзники выбирают. Союзники выбирают. Союзники выбирают. Xo'sh, mana hozir o'yin boshlanadi. 5 soniyadan so'ng. Birga kuzatamiz mana shu o'yinni. Xo'sh, bu yoqda Clint Overmintga qarshi Granger Zeus, Saberga qarshi Gassen Yakuza Zero, Pakito Kaneki yo'qqa qarshi Ruby Toshirin. Yaxshi. Qaysi komanda yutadi deb o'ylaysizlar? Kommentga sразу hozir yozib, oxirida birga ko'ramiz. Xo'sh, mana o'yin boshlandi. Yaxshi o'yin bo'ladi degan umiddaman. Xo'sh. Xo'sh, ikki tankka mitga keldi.
Bu yoqdan Ruby Gassenga siniy baffiga yordam bermoqda. Sabir ham siniy baffdan boshlandi. Bu degani Sabir vazonga chiqishi kerak. Gassen esa vazon urish niyati yo'q. Xo'sh, bu yoqda maklar jangi. Lekin bu yoqda Zak ikkinchi urovin bo'lmadi. Bilmadim nimaga. Tigril uni farmini chopib ketganga o'xshaydi. Tepada esa adiklar. Hozirda ular faqatgina farmga berishmoqda va Zeus tangachani oldi. Bu yoqda esa Tigril fligini berdi. Bu yoqdan Gluj o'yin boshdan agressiv o'ynamoqda va Kaneki fligi bilan qochib ketdi. Fix Masterni kontrolidan yaxshi. Pakito hujum qilmoqchi, lekin o'xshamadi. Bu yoqda Tigrilning ikkinchisi kelib prosta befoyda ketdi. Bu yoqda Zak masofa saqlab Katini qurol bermoqchi. Rubydan uchta kontrol, lekin o'xshamadi. Chunki Alex Saverdan unaqangi o'rin chiqmaydi. Xo'sh, tepada esa nima bo'lyapti? Tepada esa Yakudza Clint yopib ketdi. Yaxshi. Hozir Zeus hamini urib olishi kerak. Yaxshi pozitsiya saqlamoqda Zeus, chunki Kratnikda Saber bor. Bu yoqda Saber qiynalmoqda. Yaxshi. Glu juda ham agressiv o'ynamoqda. TT Zoha X V4 NT Midda yaxshi evlayapti. Hozirda hisoblar 0-3. Krasniy komanda oldinda. Bu yoqda Cherikka Saber chiqadimi yo'qmi? Albatta chiqmoqchi. Yakudza esa krisal qilmoqda. Saber urushni boshladi, lekin bu yerda Glu xalaq bermoqda. Tashinga yaxshi pozitsiya. Yaxshi. Bu yerda Saberdan xato, chunki ubitsa solo urish kerak emas. Chiripahani yonida sheriklar bo'lmasa. Bu yoqdan esa Pakitoni misteki. Bu yoqda Fix Master Gluda juda ham agressiv o'ynamoqda. Saverdan ulta. David Tigril bo'ladimi? Yaxshi. Bu yoqda Saber sini buff urmoqda. Yaxshi. Gassen esa nima deydi buni? Короче, toshchani urmoqda. Bu yoqdan Zeusdan Clint minus. Gap yo'q. Adik yaxshi o'ynamoqda Granger. Pas esa juda ham aktiv doimo. Bu yoqdan Kaneki yaxshigina kuchayib olmasa, Pakitodan uron chiqmay qoladi keyin. Shu yoqda Yakudza kristal qilmoqda va Zakni yopib urmoqda va 1-2-1. Lekin ammo Zak qochib ketdi ikkinchi bilan. Bu yoqdan Zero Krasniy baffiga ketadigan o'xshaydi. O'rtada juda ko'p qolib ketmoqda, bilmadim nimaga. Bu yoqda Krasniy baff bor. Bu yoqdan sini baff urilmoqda. Bu yoqdan tepadan Zeus minus. Overmind bazaga qaytdi. Hozirda Fix Master kuchlar tekshirdi. Xo'sh, midda nima bo'lyapti? Yakudza harbiyani kristallikda va yopib yubordi. Yaxshi. Bu yoqdan yaxshi. Gludan yaxshi kontrol. Bu yoqdan Gluni kontroliga Zero yaxshigina tushdi, ya'ni Saber. Fix Master juda ham agressiv o'ynamoqda bu o'yinimizda. Xo'sh, yaxshi. Tepada esa adiklar jangini bitta ko'rib qo'ysak. Yaxshi. Shunchaki yopib yubordi. Bunda Granger birinchi skillari bilan tekshirish kerak edi. Bu yoqdan har doimgidek Yakudza Zeroni yopib yubormoqda.
Уже Krasniy komanda ancha pozitsiya egalladi. Hozir midda Tower 1ni buzsa, ya'ni yaxshigina pozitsiya egallaydi. Bu yoqdan Pakitodan bilan Yakudzadan jang ketmoqda. Yaxshi flik bilan ikkinchi skill bilan tabit qildi. Xo'sh. Tepada esa Granger Tower 1ni olib qo'yibdi Overmindga. Hozirda yomon Grangerning ahvoli 3100 ga, Clint 3800 farm, ya'ni 200 farm orqada. Bu yoqda esa Itoshirin Why Only Me'ni yopib ketmoqda bashni ichida. Bu yoqdan Kaneki Itoshirinni yopib ketdi. Bu yoqdan Glue Saberga agressiv o'ynamoqda va ustiga chiqildi. Yaxshigina kontrol. Bu yoqdan Saber. Yaxshi Fixmasterdan normalniy urg'un chiqmoqda. Saberdan esa urg'un yo'q. Chunki KD05. Bu yoqdan Granger. Bu yoqdan Fixmaster yaxshigina kontrol berib ustiga chiqildi. Kontrol bu yoqdan Yakudzadan tabit. Turilgan ulta. Yakudzadan yopib bormoqda. Yaxshi. Siniy komanda juda tartibsiz o'ynamoqda. Yani bir-birini tushunmayapti. Bu yoqda Kaneki bilan Itoshirin faqatgina farmga e'tibor berishmoqda. Baribir bularni fayti yaxshi. Kaneki bilan Itoshirin normal yo'lga chiqmoqda. Bu yoqda Zeus yana yopilib ketdi. Fixmasterdan yaxshigina kontrol, yaxshigina urg'un. Bu yoqdan Saberdan David. Yaxshi. Fixmasterdan yaxshigina kontrol va Overmind. David o'lib ketdi. Pastda esa Yakudza Kanekini tabit qildi. Bu yoqdan Zak Itoshiringa o'ynab bormoqda, lekin afsuski o'xshamadi. Albatta chiqib ketish kerak, maslahatim. Bu yoqdan Yakudza bilan X-Master ketdi. Ammo bu Zakka qanaqqa tushdi? Xo'sh, menimcha Lordga o'yin bo'lmaydigan ko'rinadi. Chunki Krasniy komandada juda ham farm baland. Yo'qdan Pakitodan yaxshigina urg'un va Iskapov ketdi. Bu yoqdan Why Only Me nimaga kirdi? Nimaga ulta berdi? Umuman tushunmadim. Buning juda katta xatosi. Tepada esa Granger Clint yopib ketdi. Yaxshi. Bu yoqdan Yakudzadan count. Ovoz yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, telefon mikrofoni hozir. Yaxshi. Bu yoqdan Fixmasterdan ko'rish, yani tekshirish. Yaxshi. Yakudza agressiv o'ynamoqda. Orqaga qaytdi. Menimcha Overmind juda katta xato qilmoqda. Afsuski qochishga muvaffaq bo'ldi. Xo'sh, Clint qadam farm qilmoqda, sekin. Kaneki bilan Overmind Zero'ni buffini urib ketdi. Krasniy komanda albatta Lord. Krasniy komanda Lord oladi. Уже Saber AFK, Kaneki AFK o'xshaydi. O'yin boshini berib qo'ydi Zero. O'yindan chiqib ketdimi?
Yo'qni конечно bo'linib ketdi. Yaxshi, kamigina yaxshi urun. Ammo Yakuzoni yoqib ketdi. Xo'sh, tepada klin qolib ketdi. Zeus'dan yaxshi urun, ammo Overminddan normalniy urun chiqmoqda bo'lsa Yakuza Overmindni faqatgina ikkinchi skilldan yoqib ketdi, gap yo'q. Bu yoqdan Zero After Klin urunli mi? Tigridan ita berildi. Kaniki yo'q, zaten tekshirilib yuborildi. Yaxshi. Команды уничтожена. Башня синей команды уничтожена.